Yaxshi bor bolam. Yaxshi ishlab kelsang uylantiramiz o'g'lim. O'zi uylanish uchun ketyapman-ku, dada. Bo'pti. Mana ishlab ham keldim. Endi uylanaman. Yaxshi ishlab keling dadajonisi. Farzandimiz uchun ketyapman-ku. Ha, nihoyat keldim. Endi sizlar tashlab ketmayman. Buni sunnat to'yini qilish kerak hali. Sunnat to'y uchun ketyapman-ku. Men ketayotganimda 3 yoshining urmay tur. Dadam telefon qilyapti. Akalar 1 minut urmay turinglar, dadam telefon qilyapti. Bilyaptlaringizni bilib olmasin. Bo'ldi. Alo, dada. hayvon qayoqqa yursa itni bolasi istamagan joyim qolmadi. Bilyaptaman, dada. Hijob bor edimi? Ha, o'raydi. Maktabdagilar unga ishlasa demaydimi? Maktabda hijobsiz yuradi, kelayotganda o'ranib oladi. Bu nima jinnilik? Yo o'rasin, yo o'ramasin. O'ziga qo'sa o'ramaydi, lekin dadasi hijob o'radi ekan. Ana jinnilik. Ha musulmon, bolani o'z holiga qo'y, o'ynab kulsin. Ha bizga o'xshab qaraganda boshidan ro'moli tushmas. Yoki Gulbek davrida hozir qiz bola. Nima ki? Teknologiya. Mana. Bir dona qol. Vallahi. Kisa. Nah. Nah.